Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizga BirXBet platformasida qanday qilib ro'yxatdan o'tishni boshidan oxirigacha sodda va tushunarli tarzda ko'rsataman. Agar siz birinchi marta hisob ochayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Shunda hech qanday bosqichni o'tkazib yubormaysiz. Avvalo, BirXBet rasmiy sayti yoki mobil ilovasini oching. Bosh sahifaga kirganingizdan so'ng, ekranning yuqori qismida joylashgan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Shundan keyin siz bir nechta ro'yxatdan o'tish usullarini ko'rasiz. O'zingizga qulay bo'lgan usulni tanlang. Telefon raqami yoki elektron pochta orqali. Telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsangiz, mamlakatingizni tanlang va faol telefon raqamingizni kiriting. Agar elektron pochta orqali hisob ochayotgan bo'lsangiz, ishlatib yurgan email manzilingizni yozing. Keyin esa ishonchli parol yarating. Parolingizni murakkabroq qilish xavfsizlik uchun foydalidir. Ro'yxatdan o'tish oynasida promo kod maydoni mavjud bo'ladi. Shu maydonga BirXBet Pro promo kodini kiriting. Agar ushbu promo kod sizning hududingizda va amaldagi aksiya shartlariga mos kelsa, bonus yoki boshqa maxsus takliflardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Endi ism, familiya, tug'ilgan sana va boshqa talab qilinadigan ma'lumotlarni diqqat bilan to'ldiring. Ma'lumotlar hujjatlaringizdagi ma'lumotlarga mos bo'lishi tavsiya etiladi. Bu kelajakda hisobni tasdiqlash yoki boshqa xizmatlardan foydalanishda muhim bo'lishi mumkin. Barcha ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib chiqqach, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Ba'zi foydalanuvchilarga Sims yoki elektron pochta orqali tasdiqlash kodi yuboriladi. Kodni tegishli maydonga kiriting va hisobingizni faollashtiring. Hisob ochilgach, profilingizga kirib, xavfsizlik sozlamalarini tekshiring. Imkoniyat bo'lsa, 2 bosqichli tasdiqlash funksiyasini yoqing. Bu hisobingizni qo'shimcha himoya qiladi. Platformadan foydalanishdan oldin bonuslar, aksiyalar va xizmat ko'rsatish shartlarini diqqat bilan o'qib chiqing. Bonuslar va takliflar vaqt o'tishi bilan yoki hududga qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har doim amaldagi qoidalar bilan tanishib chiqish foydali bo'ladi. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi qo'llanmalar va foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha belgisini ham yoqing. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sizga omad tilayman va keyingi videolarda yana foydali mavzular bilan uchrashguncha xayr.